Leksimizden devamı hürmetli vatandaş. Bugünkü islah 2022 yıl 11. ayının 17. günü vatandaş. Yukarıda görüşülgendek Tibet ve Hong Kong halkını qattiq bastırışını devamlı hatırlayımız. Şinjan'da vay keçirağını toxtab durun. Devam et. 2022 yıllık doklad. Çünkü hükümeti tanqid qilgan kishilarni, kishilik huquqni qo'g'dug'ichilarni, advokatlarni, söz matbuot erkinligi, diniy e'tiqod erkinligini, ayollar huquqini tashabbus qilg'uchilarni, hamda oz sonliq millatlarni rahmsizlarcha zo'ravonlik qilib, senzor va tekshirish elib borganligini, tan jazosi berganligini nazarband qilish vositalarini qo'llanganligini xotirladi. Doklad. Davlat olqib chiqib bostirish. Bu komitet, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ma'muriylar Jungo komiteti izchil diqqat qilayotgan xalqaro masalada chegara olqib chiqib bostirish. Dokladda Jungo bu tirishchanligi bilan ishlatgan vositalarni tafsili tunishtirdi. Jumladan hujum qilish, tuhmat choplash harakati, o'ziga va oila bola-chaqasiga tahdid solish, hamda Interpoldan qalaymagan foydalanish. Bu komitet e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Bu doklad bu komitetning masala to'g'risidagi ko'z qarashlarini aks ettirdi. Ya'ni Jungo xalqaro kishilik huquq organlarini kontrol qildi. Ta'minlash liniyalaridan foydalanib bosim ishlatib, majburlab, demokratik va erkin siyosiy turmush musofirlarga buzg'unchilik qildi. Jungo prinsipni asos qilgan xalqaro tartiblarga buzg'unchilik qildi. Bu komitet Davlat Majlisi ma'muriy doiralar Jungo komiteti kishilik huquq kelishimi ostidagi majburiyatlarni asos nuqta qilib, sekretari Xi Jinpingning o'ziga xos kishilik huquq qarashlarini echib tashladi. Dokladda tuvandagi nuqtalar alohida tilga olindi. 20. qurultoyi chaqirilishdan burun Xi Jinping cho'qinishni davr qilgan holda ideya singdirishni kengaytdi. Ijtimoiy adliya sistemlaridan foydalanib, g'ayriy qarashdagi kishilik huquq qo'g'dug'ichilarni bostirishning quroliga aylantirdi. Yana jumladan qonunning sirtida to'xtatib qo'yish va ro'yi kasallar doktorxonasiga yo'llab kirish. Qatarlıqlar. Şinjan'da, yani müstemlik Uyg'uristonda irq yo'qotishni davomli yo'lga qo'yib, Uyg'urlarni dafsanda qilish, majburiy bola tushirish, tug'ut cheklash, majburiy emgak ishlash vositalarini qo'llandi. Jungoning yana bir misol keltirilgan misol. Jungoning, Hong Kongning demokratiyasiga, axborot erkinligiga va fuqarolar jamiyatiga buzg'unchilik qilib, davlat bexatarligi qonunidan foydalanib, demokratlarni qasddan qo'lga olishni yo'lga qo'ydi. Yana biri hozirgi zamon texnikasini diktatorning vositasiga aylantirib, nazorat sistemlarini ko'lamlashtirib,
nölgü çürüşünü hareketçe yolga koydu. Dini itikadını boğdu ve başka söz hareketlerini çekledi, sinzor kıldı. Dökülattı mundaq teklif verildi. Federal Tekşürüş İdaresi ve Devlet Mahkemesi'nin iktidarını yukarı götürüp, Cüngo'nun devlet halkı bastırışları, hem de Uygurlarga tehdit siliş tirişçallıklarına takabül duruşumuz gerek. Şinjan'da, yani Uyguristan'da, balı çürüşki mecburluğun emeldarlarını, imborga kılışını küçeytip, Şangang'da yani Hong Kong'da demokratiyan teşebbüs kılgıçılarını, kolga algıçılarını, teptiş ve adliye emeldarlarını, imborga kılış hukukumuzni kengaytishimiz gerek. Cünguni tekşürüş, nazaret kılış hareket gruppisi, kurup Cüngo'nun Amerika'daki tesir kengaytish yollarını, hareketlerini çeklişimiz gerek.